Malibu olaman deganlarcha shashilmay turasizlar. Men sizlarga koreyskiy Porsche, ya'ni Hyundai Ioniq 6 taklif qilaman. Mashinamiz diskalariga e'tibor berib qo'yasizlar. Mashinamiz to'ralar baloni ham tortadi. Bitta zaryad bilan 600 kilometrgacha yuradi. Mashinamiz 2023 5-oy. Salonlari ham oppoq, luklari bor. Mashinamizda deyarli barcha qulayliklar bor. 360 kamera, mashinamiz 3318 km yurgan atigi. Bokovoylari ham shunaqa displeyda ko'rsatadi. Kameralik. Mashinamiz oldindan udar bo'lgan. 3 ta detal alishadi. Kapot, krilo, eshiklari. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz barcha zapchasini o'zimiz yig'ib jo'natib beramiz. Qo'shimcha qilib, mashinamiz Koreyadagi narxi $13,500. Sunnatiga ozgina o'tib ham beramiz. 2,5 ming yo'l kira, 6 ming atrofida rastamoshga chiqadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.